Ko'p klientlarimiz ikkita kalitli nimaga foyda, nimaga ikkita kalitli deb so'rashadi. Men sizlarga bugun shu videoda qisqacha qilib tushuntirib beraman. Hop, bu ikkita kalitli seyflarimiz shiri-chiri ishlaydiganlarga juda qulay bo'ladi. Misol qilib aytganda, mana ikkita kalit qulflandi. Bu birinchi shaxs, bu ikkinchi shaxs. Hop, mana birinchi shaxs kalitini qulflab ketdi, ikkinchi shaxsning kalitini qulflab ketdi mana. Hop, seyf ochilmaydi. Endi birinchi shaxs kelyapti-da, o'zi olmoqchi bo'lyapti dokumentni ikkinchi shaxsga bildirmasdan. O'zi kalitini tiqib turib ochganda ochilmaydi. Hop, ikkinchi shaxs agar o'zi narsa qilmoqchi bo'lsa, seyfdan ichidan narsa olmoqchi bo'lsa, ochilmaydi. Hop, bunda agar qachonki ikkita shaxs yig'ilsa, bitta joyga yig'ilib, ikkita kalitni tiqib ochgandagina birinchi shaxs ochib beradi, ikkinchi shaxs bemalol ochib, o'sha birga ko'rishganda yoki birga nima bo'lganda ichida dokumentni olib, bemalol shug'ullansa bo'ladi. Xuddi shunaqangi shiri-chiri tashlaydigan seyflarga mana variantlarimiz bor. Mana kattagina ancha pulsiz kirib ketadiganlar, agar pulga bas menga dokument kelsa, mana dokumentlar uchun ham bor. Har xil variantdan bor, xudo xolasa. Bu seyflarimiz ham shunaqa o'tga chidamli seyflardan bo'ladi. Koreyada ishlab chiqarilgan. Bu ancha eski, ancha yildan beri seyf chiqargan kompaniyaniki. Bemalol bexijolat olinaveradi.